Agar ustozingizga sovg'a bersangiz, u qanaqa sovg'a bo'lar edi? Nima bo'lsa ham birinchi qo'limda yasardim. Chiroyli chiqish uchun o'zimni mehrimni bergan holda. Masalan, otkritkalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'zim alohida bokslarga bir ideyalar qilib, kreativlik bilan nimalardir qilardim. Ustozingiz eng ko'p aytadigan so'z qaysi? Alg'ochi o'quvchim siz deydi. What? Ustozingizni qaysi rangda ko'rasiz? Qaysi ustozim? Farqi yo'q. Qora. Rahmat. Ustoz so'zini bir necha tilda aytib bera olasizmi? Ustoz, o'rgatman, sensei yaponchada, laushi xitoychada, keyin teacher albatta inglizchada. Shu 5 ta qo'y. Ustozingizni kontaktingizga qanaqa saqlanib qo'ygansiz? Tutorimizni kontaktga Sabohat Nusratovna deb ism uchistolar bilan saqlanib qo'yganman. Space fan o'qituvchingizni-chi? Ularni asosan saqlanib qilmayman. Bitta Xitoy tili ustozimizni Samiya Laushi deb saqlanib qo'yganman. Rahmat kattakon.